Nima demoqchiman? Boy aytdim-ku, uylanyapsan. To'ying bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Bugundan boshlab mana shu narsa esing tursin. Birinchi kecha hamma narsani hal qil. Ochlik qilma. Anu narsaga ishqiboz bo'lmagin. Birinchi kecha kelinni bir umr hayotida esida qoladigan narsa. Shu kuni edi. Mani oilam mendaqa, mani sharoitim mendaqa, bizning uyda mendaqa qonun qo'ydi. Sen menga yoqmoqchimisan? Onamni ko'ylini ol. Mani yuragimga, o'sha mani ichimga через onam kirasan. Ana shu gapni esing tursin. Chunki kelin любой случай birinchi kechani hech qachon unutmaydi. Sen ham kelin ham umringni oxirigacha esingda turadi. Bor sharti quchoqlab bu yo'q, kerak emas. Uni senga keragi, главныйsi kelinni miyasiga shunaqangi dars bergan, umrini oxirigacha esidan chiqmasin. Mana bu piyla bo'lsa, zarda qilib tarsilatib qo'yish kerak emas. Tushundingmi? Mana shu narsalarni o'rgan. Chunki nima desa bo'ladi? 50 yil bo'ladimi to'yingga, 30 yil bo'ladimi, qachondir nishonlasa, ya'ni o'sha kun xayolda qoladi. Uni ertasi, undan keyin bo'radi anu ishlar, qolganlar. Tushundingmi? Lekin o'sha birinchi kecha hushyor bo'l. Mana shuni aytib qo'yaman. Ona, birinchi shu. Men onamni, otamni ko'nglini ol, bo'ldi. Men senga mehribonman. Mana shu narsani esingda tut.